Sumkani tekshiryapmiz, chunki sumka oldik bugun. Mana shu firmaniki. Hilburri degan firmani sumkasini oldik yarmarkadan bugun. Tak, 349 euro ekan. Endi mana buni haqiqiysi, mana originali. Yangi yarmarkadan oldik. Mana haqiqatan ham 349 euro, lekin biz bugun mana shu yarmarka bo'lgani uchun buni 210 euroga berdi. Original, juda ham chiroyli sumka. Mana bu yerda nimasi bilan, paketi bilan berdi. Upakovkasi bilan. Germaniya mahsuloti. Buyvol deydi-yu, bizda nima deydi buni? Yovvoyi molmi? Yovvoyi, katta yovvoyi mol bor-ku, yovvoyi. O'shani terisiga bo'lgan, mana bu yerda kojasini ham obrazesi turibdi. Shu sumkani bizga 210 ga berdi. Endi bu sherigim juda ishqiboz bunaqa narsalarga, o'shanga oldidan keta olmay qoldi bu narsani ko'rib. Mana haqiqiy teri mahsuloti bo'lgani uchun mana ushlaganda ham hidini ham agar qani endi telefon orqali sizlarga berib olsak, terini hidi mana Germaniya mahsuloti. 210 oxirgi bitta qolganda aksiya bo'yicha berdi bizga. Shuning uchun hozir buni endi nishonlash uchun bitta osh qilamiz, xudo xolisa. Osh yeymiz keyin.